Hop, immo qilish uchun mana X-Pro 5 o'zini ochib olamiz. Bunda lokalniy diagnostika bo'ladi. Lokalniy diagnostikaga bosamiz. Mana eng tepasida mana yuradigan joyi bor. Yurganda mana immo oblasini bosamiz. Immoni bosib turib, bizga Amerikaga bosamiz, osonroq. Hop, Chevroletda bosamiz. Chevroletda aynan keyin kirib ketaveramiz buni. Hozir bunda qilayotgan ishimiz kalt bog'laymiz. Qo'shimcha mana kam kalti bor. Faqat buning ichida chipi yo'q. O'zimizda mana tayyorlab olgan chipimiz bor. Mana shu chipni hozir bog'lab beramiz, shu mashina zavod bo'lishi uchun. Hop, endi ikkinchi qiladigan ishimiz mana da сопоставление противоугонного ключа mana. Shuni bosamiz, avtomatik qilib ko'ramiz. Agar avtomatik bermasa, vin orqali biz endi vыбор ручной qilamiz. Mana bunda yo'q ekan, avtomatik topa olmadi. Biz через model qilamiz. Chevroletga kiramiz. Yil necha edi buni? 21 mi? 22 ga bosamiz. Mana shu yerdan biz Cobalt topib olamiz. Mana Cobalt topdik. Internet обязательно yo'q bo'lishi kerak. Mexanический ключ. Mana mexanический ключ degani mana kaltli bo'ladi. Smart desa u start stopli bo'ladi. Mexanический bo'lsa mana kaltli, tilli bo'ladi lezvasi. Mexanический bosamiz. Birinchi qiladigan ishimiz чтение mana противоугонного пароля deydi. Birinchi mashina o'qib olishimiz kerak. Buni o'qib olmasak ishimiz bitmaydi. Birinchi mashina bosamiz. Требуется подключение к интернету deyapti. Okey, bosamiz. Agar bizga mashada pinni o'qib olsa, biz sendan oladi pinni deyapti. Pinini o'qib olsa, muvaffaqiyat o'shanda bo'ladi. Plus kaltimizni bog'lashimiz oson bo'ladi. Kaltni polni ochib qo'yamiz. Ketdi mana hozir. Parol o'qish boshladi hozir. Parol o'qiyapti. Buni vaqti ketadigan vaqti o'sha uzoq 1 minutdan 5 minutgacha bo'lishi mumkin. Shu 5 minut ichida o'sha o'qib oladi. Parol o'qish jarayoni hozir mana kutyapmiz. 1 minutcha o'tdi vaqtimiz. minutga yetib borib qoldi hozir mana. 1 minut, 1,5 minut vaqtimiz ketdi. Mana parolni o'qib berdi. 57-73. Okey, bosamiz. Endi biz boshqa kaltning yo'q-a, boshqa. Umuman kalt qolmagan buni. Добавить ключ qilmaymizda, все ключи uterini qilamiz. Yangitdan kalt bog'laymiz. Sababi yangitdan bog'lasak ishlashi yaxshiroq bo'ladi. Hop, endi qarang, ketdi. Все ключи uteriniga bosamiz. Zajigani ochiq. Hamma yo'q, okey. Endi pin kod ter deyapti. O'zi pin kodni avtomatik chiqarib berdi. Bundan og'iga подтвердить bosib qo'yamiz. Parol to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Dani bosib qo'yamiz, bo'ldi. O'sha 12 minut vaqt beradi bizga mana. 12 minut qachonki mod tugagandan keyin o'sha mana mashinaning tepasiga qaraydigan bo'lsak, tepadan qulp rasmi ham yonib qolgan tabloni ustida. Mana. Qulp rasmi yonib qoladi. Qulp rasmi qachonki kaltdan bog'lab bo'lganimizdan keyin o'chadi. Shuning uchun mana 12 minut kutamiz. Xudo xolasa ag'ini ham davomli qo'yamiz.